Mayli siz nurg'ulg'an pullarni xarjlagan xayr-saxovatchi bo'ling yoki hayotingizni bir butun ilm o'qish va o'rgatishga atagan katta olim bo'ling va yoki payg'ambarimizning qo'shini ichida Alloh yo'lida jannatni qurbon qilgan mujohid bo'ling. Agar sizda bu gunoh bo'lib qolsa, yuqorqi qilgan ishlaringizning hammasi Allohning nazarida nolga hisob bo'ladi. Cemiyetimizde qilgan yaxshilarimizni va ibodatlarimizni Allohning nazarida yo'qqa chiqaradigan bir kasallik nihoyatda avj elyotidi. U bo'lsa-mu riyoxo'rlik. Riyo qilgan ishlarimiz va xizmatlarimizni boshqalarni ko'rsin, u orqali meni maqtasin, jamiyatdagi o'rnim yuqori ko'tarilsin, kishilar meni olqishlasin, u orqali atrofimga kishilar to'plasin deganga o'xshagan Allohning roziligidan boshqa har qanday bir maqsad bilan qilgan ish yoki bir ibodatni ko'rsatadi. Riyo ibodat va xayr-saxovat va uningdan boshqa jamiyatdagi har turli ishlarda o'xsham şekilde namoyon bo'ladi. Masalan, ibodatlarimizda bir odamning o'zi yolg'iz vaqtida o'qigan namoz bilan boshqalarning qishida, boshqalar uni ko'rgan vaqtida o'qigan namozning o'rtasida farq bo'lsa, ya'ni boshqalar ko'rgan vaqtida namozini texmi chiroyli, texmi go'zal, texmi uzun shaklda o'qigan bo'lsa, bu odam riyo qilgan bo'ladi. Uningdan boshqa xizmat va boshqa ishlarimizni boshqalarning ko'rishini, maqtashini qalbimizda umid qilishimizmi, bu riyoning bir xil ifodalanish shakli. Riyoning eng tabiiy ifodalanish shakli bo'lsa, navbatdagi jamiyatimizda xayr-saxovatni namoyon bo'lyotadi. Qisman kishilarga xayr-saxovat yaxshilik qiladi, ammo u qilgan xayr-saxovatini suratga, videoga olib, taqatmagan taqatmagan to'pla qolmaydi. Yaxshilikqa erishishning ruhiy holati va kayfiyatini e'tiborga olib qo'ymaydi. Chunki ularning maqsadi kishilarning oldida maqtanish va jamiyatning o'rnini yuqori ko'tarish va jamiyatda olqishga erishishlar. Shu narasida bolalarni, noto'g'on ayollarni qator retga turg'izib, ikki to'rtta narsani qo'lga tutqizib, ularni sazoy qilishdan ularning vijdoni qilcha azoblanmaydi. Chunki riyoxo'r insonlar intoyin rezil kishilar bo'lib, qilgan yaxshiligining bedelini cho'qim qaytirib oladi. Ya yaxshilikqa erishgan kishilarni resimga tortib sazoy qilib, ular orqali maqtanish orqali qaytirib olsa, ba'zida ularga minnat qilish orqali qaytirib oladi. Va yoki ularni ma'lum ishlarga majbur qilish orqali qilgan yaxshiligining bedelini qaytirib oladi. Chunki ular qilgan yaxshiligining mukofotini dunyoda elishni o'ylaydi. Kishilar maqtaslar bo'ldi. Kishilar uni hurmatlab, jamiyatga o'rni yuqori ko'tarilsalar, atrofiga kishilar to'plansalar bo'ldi. Hatto ular qilgan bu riyokorlikni bu riyo emas, reklam, ya'ni tashviqot deb yapmoqchi, pardozlamoqchi bo'ladi. Uni nim deb atsangiz atang, kishilarga ko'rsatish uchun qilingan yaxshilik riyokorlik. Mayli uni shaxs nomidan qiling yoki jamiyat yoki tashkilot nomidan qiling, u o'xshashlar riyokorlik. Jamiyat nomidan, tashkilot nomidan qilgan vaqtingizda buning oqibati texmi xatarli. Chunki bu jamoat xarakterlik riyokorlik bo'ladi. Bizning dinimizda xayr-saxovatga tashviq qilinadi, ammo qilgan xayr-saxovatlarimiz tashviq qilinmaydi. Chunki biz o'ng qo'ling qilgan sadiqini so'l qo'ling bilmasin degan payg'ambarning ummati. Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni hech yerda soyi bo'lmagan kunda arshining soyasida soyidaydigan 7 turli kishining birisi o'ng qo'li qilgan sadiqini so'l qo'li bilmaydigan darajada maxfiy sadiq qilgan kishi deydi. Qilgan xizmatlarimiz va xayr-saxovatlarimizga har xil ismlarni qo'yib riyoxo'rlik qilib Allohni ol deyolmaymiz. Alloh taolo buningdan eskartib, "Vallazina yamkuruna sayyi'at lahum azabun shadid." Hilimikir ishlatganlarga qattiq azob bo'ladi deydi. Qur'on tarjimoni Abdullah ibn Abbas va Mujahiddan iborat bu ikki sahoba bu oyatdagi hilimikir ishlatgan kishilarni riyo ahli deydi. Ya'ni Alloh yo'lida deb turib, kishilardan mol to'plab, uni kishilarga taqitishda faqat jamiyatning o'rnini yuqori ko'tarish, maqtanishni maqsad qilgan riyo ahli, ya'ni ularga qattiq, dadlik azob bo'ladi deydi. Yana bir qisman ixtisos egalari o'zining ko'milib qolganligini, xalqining uning qadriga yetmaganligini qaqshab batmaydi. Amaliyotda bu riyokorlikning bir xil ifodalanish shakli. Kishilarning tunmaslik bilan sizning nima ishingiz, siz majburiyatingizni ado qiling. Sizni Alloh tunuydi. Siz emas, Alloh yo'lida jannatni pido qilgan nurg'ulg'an sahobalar bor. Ularning biz ismini bilmaymiz. 120 ming sahobaning ichidan necha ismini bilasiz? Hammasi payg'ambarimizning sahobalari, din yo'lida jon va mollarini qurbon qilgan ulug' kishilar. Lekin biz ularning ismini bilmaymiz. Hatto nurg'un payg'ambarlarmi bor, ularning ismini bilmaymiz. Bizning ularni bilmasligimiz ularning qadr qimmatiga hech qanday ta'sir yetkazmaydi. Shuning o'xshash sizning kishilarning tunmasligi, qadringizni qilmasligi, sizning xizmat qilmasligingizga, majburiyatingizni ado qilmasligingizga bahona bo'lmaydi. Siz mukofotingizni faqat Allohdan kutib, majburiyatingizni ado qiling. Bir kuni Umar roziyallohu anhu yo'ldan ketib o'tib, Muaz ibn Jabalning payg'ambarimizning qabrisining qishida yig'lab turganligini ko'rdi va uning qishiga berib, "Ey Muaz, sana nima bo'ldi? Nima ish qilg'aysan? Sen payg'ambarimizni sig'inib qolgan o'xshamamsan?" dedi. Muaz ibn Jabal, "Yo'q, ey Umar ibn Xattob, ey mu'minlarning amiri, meni payg'ambar alayhissalomdan anglagan bir gap yig'latdi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Payg'ambar alayhissalom kichik
kichikgina riya shirkdir. Tavhidni bilgan odam shirk degan gapni anglagan vaqtda titrishi lozim. Payg'ambarimiz kichikgina riya shirkdir. Alloh taolo maxfiy riyadan pok kishilarni yaxshi ko'radi. U kishilar yo'qolib ketsa, kishilar ularni izlamaydi. Ba bo'lsa-mu, kishilar ularni tunimaydi. Ularning qalbi hidoyat chiroqlariga o'xshaydi. Ular har qanday zulmatlik qor fitnadan sog'-salomat chiqib ketadi degan meni payg'ambarimizning mushu gibi yig'latdi deydi. Muaz ibn Jabalni yig'latgan narsa bo'lsa, ozg'ini riyoning shirk ekanligi edi. Chunki siz riyo qilib payg'ambarimizning qo'shuni ichida Alloh yo'lida shahid qilingan bo'lsangiz-mu, bu qilgan amalingiz Allohning nazarida nolga hisob bo'ladi. Qiyomat kuni eng burun hukm qilinadigan 3 turli kishi bor. Uning birisi bo'lsa Alloh yo'lida shahid qilingan kishi. Bu odam Allohning huzuriga keltirildi. Alloh taolo u odamga o'zining jannatga ne'matlarini ko'rsatdi. U odam ne'matlarni ko'radi. Undan keyin Alloh taolo u odamga bu ne'matlar uchun nima ish qilding deb so'raydi. U odam Alloh yo'lida o'lganga qadar urush qildim deydi. Alloh taolo kazabda, yolg'on aytding. Sen kishilarning botir deyishi uchun urush qilding deydi. Ondan keyin u odamning yuzi so'lib dozoqqa tashlanadi. Ikkinchi qilib hayotini ilm bilan o'tkazgan, ilm o'qigan va ilm o'rgatgan va nihoyat ko'p Qur'on o'qigan odam keltirildi. Ya'ni katta olim, qori keltirildi. U odamga Alloh taolo o'zining ne'matlarini ko'rsatdi. U odam u ne'matlarni ko'radi. Ondan keyin Alloh taolo bu ne'matlar uchun nima ish qilding deb so'raydi. U odam ilm o'rgandim va ilm o'rgatdim va Qur'on o'qidim deb javob beradi. Alloh taolo kazabda, yolg'on aytding. Sen bu ishlarni kishilarning seni olim deyishi uchun, ya'ni seni hurmatlab olqishlashi uchun, jamiyatda o'rningni yuqori ko'tarish uchun qilding deb u odamni yuzichi so'rab o'tqa tashlanishga buyurdi. Uchinchi qatim Alloh yo'lida nihoyat ko'p pul mollarni sarf qilgan xayr sahobatchi bir boy kishi keltirildi. U odamga Alloh taolo jannatning ne'matlarini ko'rsatdi. U odam jannatning ne'matlarini ko'radi. Undan keyin Alloh taolo u odamga bu ne'matlarga erishish uchun nima ishlarni qilding deydi. U odam men sening yo'lingda chiqim qildigan, xajlashga tegishli urullarning hammasiga pul malimni xajladim deydi. Alloh taolo u odamga o'xshashla kazabda, yolg'on aytdi. Sen o ishlarni kishilarning seni sehi, mard odamkan deyish uchun qilding. Faqat qil, ya'ni dilding, shundoq dedisini kishilar mukofotingni ap bo'lding degunicha Alloh taolo u odamni yuzini so'rgunicha o'tqa tashlashga buyurdi. Demak biz qanchalik cho'ng ishlarni qilib ketaylik, Alloh yo'lida urushib shahid qilinaylik, topgan pullarimizning hammasini Alloh yo'lida xajlaylik, katta olim bo'lib ketaylik, ammo shu ishlarimizning hammasiga riyo, ya'ni boshqalarga ko'rsatish maqsad qilinib qolsa, bu qilgan ishlarimizning hammasi nolga hisob bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom men ummatimga eng ansiraydigan narsa shirk va yushurun shahvat degan. Sahobalar, "Ey Rasululloh, sendan keyin sening ummating yana butga ibodat qilamdi?" deb so'ragan vaqtida payg'ambar alayhissalom, "Mening ummatim mendan keyin quyoshga, butga yoki toshga ibodat qilmaydi, lekin ular yaxshi qilsa, uni riyo qilib qiladi, ya'ni boshqalarga ko'rsatish uchun qiladi" degan. Sahobalar hayron qilib, "Ey Rasululloh, riyomi shirk hisoblanamdi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Ha" deb javob berdi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Sizlar maxfiy shirkdan qattiq saqlaninglar" dedi. Sahobalar, "Ey Rasululloh, maxfiy shirk degan qaysi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Bir odam namoz o'qiydi, kishilar uni ko'rgan vaqtida u odam namozini texmi go'zal qilib o'qiydi, mana bu maxfiy shirk" degan. Nurg'un kishilar riyo qilib turib, "Men riyo qilmadim, faqat kishilarga ko'rsatay dedim, ulg'ulay dedim" degan har xil bahonalar bilan qilgan ishlarga riyo qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bundan qattiq eskartib, "Sizlar bu riyodan iborat shirkdan qattiq saqlaninglar. Riyo chumilning o'miligan ovozida maxfiy bo'ladi" degan. Undaqda odam nima uchun riyo qiladi? Birinchidan bir odamning iymoni ojizlab, Allohning buyukligini unutgan vaqtida riyo qiladi. Ya'ni Allohning buyukligini unutib, mukofotni buyuk Allohdan emas, oddiy insonlardan kutgan vaqtida u odam qilgan ishida riyo qiladi. Shuncha qimmatli ishlarni ozg'ina kishilarning olqishini deb, hurmatini deb kul qilib o'tadi. Ikkinchisi, boshqalardan hurmat va olqish istiki paydo bo'lib qolgan vaqtida odam riyokorlikka tushib qoladi. Uchinchisi, boshqalarning tanqididan qo'rqqan vaqtida inson riyo qilish orqali qilgan ishini ko'z-ko'z qilib, boshqalarning tanqididan qutulmoqchi bo'ladi. To'rtinchisi, moddiy manfaatga erishish uchun riyo qiladi. Ya'ni qilgan ishni kishilarga ko'rsatish orqali "Mana men mushundaq ish qildim" deb kishilardan ma'lum bir moddiy manfaatni ko'zlaydi. Beshinchisi, tamoqorlik odamni riyokorlikka ittiradi. Undaqda bu riyokorlikni qanday davolaymiz? Birinchisi, Allohning buyukligini eslab iymonimizni kuchlantirish orqali mukofotni oddiy insonlardan emas, buyuk Allohdan kutish orqali ixlosimizni poklaymiz. Ikkinchisi, kishilardan hech narsa kutmaydigan bir xil ruhiy poklikni qo'lga keltiramiz. Uchinchisi, o'zimizdan hisob olib turamiz. To'rtinchisi, taqvodor kishilar bilan birga bo'lamiz va ularning suhbatiga va nasihatiga quloq solamiz. Beshinchisi, riyokorlikdan qutulish uchun payg'ambarimiz o'rgatgan duoni o'qiymiz. Sahobalar, "Ey Rasululloh, fa kayfa nattaqi va huwa akhfa min dabibin naml?" Ey Rasululloh, bu riyodan qanday saqlanamiz? U chumilning o'miligan ovozidami maxfiy tursa degan vaqtida payg'ambar alayhissalom, "Qulu Allohumma inna na'uzu bika min an nushrika shay'an
na'lamu va nastaghfiruka mimma la na'lamu. Ey Allah, bilib turib bir narsa bilan sana shirk keltirib qilishdan panoh tilaymiz. Bilmay shirk keltirib salgan bo'lsak, buning sana istig'for aytamiz, ya'ni tavba qilamiz degan bu duoni o'qishni o'rgatgan. Demak, riyodan saqlanishmi qo'limizdan keladigan vositalarning hammani qilish bilan birga Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Shuning uchun Allohdan tilash lozim. Esimizda bo'lsin, riyokorlarga jannat harom qilingan. Payg'ambar alayhissalom innalloha harramal jannata ala kulli mura. Alloh taolo jannatni hamma riyokorlarga harom qilgan deydi. Allah Taala hammamizga qilgan saxovatlarimiz va xizmatlarimizda saf niyat va xolislik, faqat Allohning roziligini ko'zlaydigan bir ruh ato qilsin va riyodan saqlasin.